Assalomu alaykum aziz omlashlar, YouTube chog'ri ishqibozlari. Sizlar bilan Diyor Rus kanali. Bugungi sanamiz 2025-yil 18-mart, haftaning seshanba kuni aziz omlashlar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Xolnonbek mol bozorida. Ena bolasigalar qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekranning o'ng tomonida obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomiz sizlarga SMS tarqatib etib boradi. Aka, buni bolasinimi? Novosmi nazmi? Nechinchi bola? 4-bola bolasini o'g'si ekan somlashda. Bolasi qanchalik bo'ldi? 10 kunda. Ama toza narsa ekan bola ham. Nechta suti bor ekan buni? 15 litr suti berilyapti. 15 litrni sog'ilyapti somlashda. O'g'limiz yelinlari 4 joyda. O'qiylar. O'g'limiz bo'yi 1.25 atrofida chiqadi. Azomlashlar. Ali menga yerga yaqin sutdor bo'lsin degan odamni moli. Mol rasa tobida ekan mana. Eston so'raganlarga. Azomlashlar. Bola ham bo'lgan narsa ekan. 10 kunlik bo'lsa-chi. Ana orqa o'g'onlari ham. Bunga nech pul berishdi? O'z nech pulda? 24 million kami bor. 24 million narx aytilyapti, 21 million savdosi bo'layotgan jumlashda bu tagiga e'tibor berilgan oldi. Qiziqali telefon nomeri aytiladimi aka? Ayting. 93lik 576 15 81. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Ama tavsiya qilaman mana shu molda. Bitta xo'jalik bo'lsa kerak. Mana jumlashda. To'g'ri, ikkitami bolasi? Bittami? Yetmas ortiq bo'ladi aka. Anomi? U tomonda novosmi, najmi? Nechinchi bola? Azomlashda ikkinchi bola shu ola kichkina bo'zicha, xonasicha. O'zini bolasi mana. Nechta suti bor ekan, to'g'ri? 15 litr suti berilyapti. Azomlashda omad haydor ekan, yellari ham oq yel. Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Molimiz bo'yi 1.35 plyus chiqadi. Azomlashda. Pulga nech pul berishdi? Aka 36 million deyapman aka. 32 million bozor so'rayapti aka. 36 million narx aytilyapti, 32 million savdosi bo'lyapti ekan mana. Orqa yo'g'onlari ham. Hamma yo'g'i chankiraydi ekan. Bolasi qanchalik bo'ldi? 10 kunlik bolasi. 10 kunlik bo'ldi. Mana hisoblashda xonasiz. Bola ham bo'ladigan narsa ekan. Agar qiziqqanlar telefon nomeri aytiladimi? 94lik 588 588 2178. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar mana. Fermaga ham tushiradigan xo'jalikka mana. Olib kelaman, oldiga Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Arzonlashda 26 millionga sotilib tasmon. Bolasidan bo'lsa. Aka, buni bolasimi ekan? Nechinchi bolasi? Nechinchi bola? Ikkinchisi. Zomlashda ikkinchi bola bolasini o'g'si ekan. Qanchalik bo'ldi aka bolasi? 1 haftalik. 1 haftalik. Bola so'raganlarga mana yo'g'onlari ham. Nechta suti bor ekan aka buni? 12 litr. 12 litr suti berilyapti. Oq yellar. Molimiz bo'yi 1.30 plyus chiqadi. Hamma yo'q joyida ekan. Idishiga e'tibor beringlar. Men nech pul berishdi o? 24. O'z nech pul ya? O'z nech pul ya? 30 million narx aytilyapti. 24 million 500 ming savdosi bo'lyapti yana sonasida. Bola so'raganlarga mana sut beradigan kerak. Mana. Telefon nomeri aytiladimi? 50lik 50lik 051 75 78. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Mana. Go'zal aka, hali kelajagi ham bor. Boshlovni bolasi, novosmi? Nechinchi bola? Bosni azomlashda bolasi xonasida ekan. Nechta tuqqan bilmas ekan. Tishi bosgan, bosmagan. 3-4 atrofida azomlashda, shu tan atrofida tuqqan. Panellar. Nechta suti bor ekan buni? Bolasi bo'sh yuradimi?
Endi kecha baylab. Arzonlashlar kecha baylanibdi. 4 litr 5 litr suv olinyapti mana. Bu 8 oylik do'yan ekan. Bashi dehqonchilik ekanda to. Bolasi ham eston ekan. Puliga necha pul berishdi buni? Bugün haber qilishdi. O'zi necha pul deyapsiz? Chapcha. Chapcha 21 million savdosi bo'ldi. Chapcha qopti. Mana. Ozmoz bilan kelishlar. Mana hisoblashdi. Ama yerlari ham voqealar haqiqiy bitta xo'jalik bo'lsa kerak. To telefon nomeri aytiladimi? Aytilaveradi. Ayting. 93lik 93lik 249 249 59 71. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar mana hisoblashlar. Orqa yomonlari. To'g'ri, Osmon onajimmi? Nechinchi bola? Ajomlashda birinchi bola bolasi onajini esdan so'raganlarga mana. Moli go'zalligi, kelajagi bor. Molimiz bo'yi 1.30 kilo chiqadi ajomlashda. Yerlari ham o'qiyilgan. Nechta suti bor? Suti nechta? Yangi tutumsa Ha. 5-6 ta beraveradi. 5-6 litr sutga berilyapti ajomlashda. Kelajagi bor. Bozor nechta so'radi? 22 milyon 600 ming. O'zi nech qilyapsiz? 27 million narx aytyapti. 27 million narx aytilyapti, 22 million 600 ming savdosi bo'lyapti. Zonashlar. Mana orqa yo'g'onliklari ham. Ammo kelajagi bor, hali bu ancha o'sib ketadi. Mana. Tish buzganmi, buzmaganmi hali? Ikkita. Ikkita chiqargan-a? 2 dona tishi bor ekan. Mana zonashlar. O'qiy. To'g'ri, telefon nomeri aytiladimi qiziqqanlarga ayting. Doim bo'ladi. Ayting. 99lik 99lik 768 768 60 64. 60-64. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar mana hisoblashlar. Xo'jalikka ham sho'radi, fermaga ham sho'radi mana. Doim bo'lar ekan bular mollarda. Mana. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Aka buni bolasini Osmon ajimmi? Nechinchi bola? Sizlarmi to'g'rimi? Nechinchi bola ekan? Nechinchi bola? 2 bola. Hisoblashlar 3-chi bola bolasi xonasida. Nechtasi bor ekan to'g'rimi? 15 taga beramiz. 15 litr sutga berilyapti mana. Hisoblashlar undan ham oshiq ekan o'sdi. Yerlari ham o'qiyli, mana orqa yo'g'onliklari. Mana. Oma yerini go'zal ekan bu. Hisoblashlar. Egasini ham olib qo'yingda. Toza shved so'raganlarga. Telefon Nomeringizni nomeringizni berib berishyapti. qo'yingda. Nech pul berishyapti? O'zi nech pul deyapsiz? 30 million narx aytilyapti, 26 million savdosi bo'lyapti ekan mana hisoblashlar. Bitta xo'jalik bo'lsa kerak ekan, ammo fermaga ham so'radi. Bular yo'g'liq bo'ladi. To'g'ri. Alo. Telefon nomeri aytiladimi? Qiziqqanlarga telefon nomeri yoqqan bo'lsa telefon qilishadi. 94lik 108 64-61. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, zonlashlar. Mana. Hamma yo'g'i kelishgan ekan. Bu ham sizdanmi? Bolasimi buni? Nechinchi bola bu? 5-chi bola. Novvoqcha 5-chi bola ekan. Qonida necha oylik? Qonida 3 oylikga berilyapti. 3 bosh so'raganlarga. Mana zonlashlar. Bu ham shved ekan. Mana orqa yo'g'onlari ham joyida. Karobkalari mana. Nechta suv bor ekan buni oshlig'i? 12 taga beraveramiz. 12 litr sutga berilyapti. Mana yerlari ham oqiyildi. To'praqda suv Molimiz bo'ylari 1.30 atrofida chiqadi. Ikkovini ham hisoblashlar. Bolasi qanchalik bo'ldi to'g'ri? 4 oylik. 4 oylik. Buni zo'r tarafi 40 ni ichida ochar ekan hisoblashlar. Mana. Ammo ikkalasi ham sut orsi yillar ekan. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Bunga nech pul berishdi? Bunga nech pul berishdi? Ular 2 oyga 50 berdi. Nari 25 bo'lsa 26 yo 26 million. Bunga ham nech pul deyapsiz? Bunga nech pul deyapsiz? Bu ham 30 million narx aytilyapti, 26 million ashna savdosi bo'lyapti. Jupiga 51 million savdosi bo'lyapti zonasida. Mana. Agar yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beriladi. Hojaga buni bolasi Novosmon ajimmi? Nechinchi bola? 3-chi bola. Zonashda 3-chi bola bolasi xonajin deyilyapti. Nechta suti bor ekan?
Nechta suti bor? 8 litr suti. 8 litr sut berilyapti. Yenilari ham 4 oyda ekan mana. Oq yerini so'raganlarga. Mana orqalari 4 Bugun necha pul berishdi? 19 yarim. O'z necha pul deyapsiz? 23 million. 23 million narx aytilyapti, 19,5 million savdosi bo'lyapti. Ammo Qirg'izdan tushgan ekan mana aytmoqchilar. Telefon nomeri aytiladi, dog' ziqqanlarga. Telefon nomer 90lik. 90lik 203 8015. Yo'q bo'lmasa telefon nomeri. So'nashlar. Go'zal ekan u. Azonashlar bolasi xonasida. Nechinchi bolaga berilyapti, tog' bu. 3-bola mana azonashlar. Nechta suti bor? 12 litr sut berilyapti. Mana azonashlar. Yenilari molimiz 1.30 kilo chiqadi ortga qo'yganlar. Mana yosh bolaga ketadi. Qachon bolalar? Bugun necha pul berishdi? O'z necha pulda? 26 million narx aytilyapti, 22,5 million savdosi bo'lyapti. Mana. Qiziqqanlar telefon nomeri aytiladimi? 93lik 333 133 60 87. Yoqqan bo'lsa telefonlar o'rdilaman. Ash firma bo'lgan o'zgaram. Aziz obunachilar, yana bola sigillari qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekranning o'ng tomonida obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomiz sizlarga SMS tarzida yetib boradi. Xayr, salomat bo'linglar.